Halid Meritqa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdi. Sen ölümge resmen bo'lganda Halid. Ölümge resmen bo'lsang tuhaburakal hayat, sen hayat bo'ladi. Bu ham bir yetvarishlik bo'lgan, balki qalbimizga bir bizning hayotimizga bir o'rnatishlik bo'lgan so'zlar ekan bu. Aytdiki sen ölümge resmen bo'lgan Halid. Chunki Halid boshqa ma'noda bo'ladi. Xalqaro joyda Halid boshqa ma'noda bo'ladi. 100 mingdan 200 mingdan qo'shib kelib. Hatta şu Halidqa bu sen ölümge resmen bo'lgan. Chunki demak bu yerda shijoat qiziqtirish haqida neni maqsad qildi desam, demak mujahidlarning qo'mondonini qattiq bir botirlik qiziqtiradi. Hatto botirlikni texnik qiziqtiradi. Demak jihad qiziqtiradi bular bu yerda. Ham sen hayot qildi dedi. Muhim bir gapni qildi. Bu gapni men isbek cho'q qildim. Sen hayotlik bo'ldi dedi. Qarasanglar qo'l qilajak inson mumkin qatim bo'ladi. Ilmol aytganda. Lekin botir inson faqat hayoti bir qatim bo'ladi. Lekin haqiqiy o'lmaydi, balki haqiqiy hayot qilishdi. Shu bu gapning ma'nosi shuni bildiradi. Haqiqiy hayot qilishdi. Birodarlar, Xolid Merit mayli jahiliyatda bo'lsin, islomda bo'lsin, mayli jahil islomning kim bo'lsin, qanliq jamoaga isrof qilgan. Hatto mahsus qo'monlar degan bo'ldi. Lekin qaranglarki, mana shijoatli bo'lgan kishilar mana buni qarasin. Lekin Xolid Merit hayotida yordamga qolmagan. Lekin eng oxirida ko'pisi topgan. Yemisiyada hozir G'umusda. Yarmuk vaqasida bosh qo'mondan bo'lgan. Desatdilar. Demek 100 mingdan qo'shilar boshqadan bo'lgan. Lekin kishilar oldida bir saf ma'nodan oldingi saf qo'mondoni bo'lgan. Oxirgi hayot sakashqa vaqtlarida kishilarga nasihat qilib, meni yuragimda video to'zgandan keyin kishilarga nasihat qilib aytdiki, qo'rqinchali yaxshilik ko'rmisin. Qo'rqinchali yaxshilik ko'rmisin. Men nurg'ulg'an janglar qarashtirmaydi. Men muhojirlar bilan hatto bir suvoq janglarga ishtirok qilgan vaqtimda nasihat o'tmaydi. Hatto bir yang'uluq kishilarga jihadlarga hozirlab qo'shinga hujum qilish uchun tayyorlab turgan kunimdan boshlayman dedi. Aytdiki, mening deydi qattiq suvoq kishilarda, yang'uluq kishida kafir qarshi hujum qilish uchun tayyor turishib, men uchun yana to'y qilgan vaqtdagi meni urus, to'y kishiligimda mas'ullik, shu vaqtda mas'ullik deb aytgan azizlarım. Mana shu vaqtda aytganki, men nurg'unjanlar qilishim yarda bo'ldimki, saq kelib qolmadi. Lekin qaranglar, hozir mana ko'ringlardek ko'pida xuddi tugilar o'xshagan, o'zining yetilgan joyida vafotlash oldidan o'zini turib o'tibdi men. Deb yig'lab ketgan azizlarım. Mana Xolid Meritdan aslanlar. Demak, mana bu Xolid botir bo'ldi, lekin qarang ko'pisi odamlar. Shon birodarlar, o'limdan qo'rqmaysan, mumkin qatimladim. Hatto ba'zilar aytadiki, agar mu'min agar shijoat bo'lsa, Allohning dini uchun botirlik ko'rsatsa, uningga Alloh taolo hayotini uzun qilib turadi dedi. Hatto uningga vaqt bo'ladi dedi. Chunki yaxshidan texnik qilish uchun vaqt bo'ladi dedi. Tushundingmi? Hatta onu yaxshidan texnik ziyoda qilish uchun Alloh taolo qanchalar o'ziga ishtiyoq bo'lgansa, uni to'xtatib qo'ydi. Texnik sig'indirib, hatto uni ajr ziyoda qildi.